Taqsimot texshi tushirilmabdi. Yana qachongacha saqlanadi? Taqsimotni kutib o'tirmay, yer izni taqasizlar. Diqqat qiling. Ularda hadini eshib ketyotdi. Adılcan! Hankız! Teşik modoqqa. Nagmandanglar. Uyga mangan. Qani, haruga chiqinglar. Chiqna, Hankız. O'tiringlar. Manda qamsa. Shu! Qayoqdan kelyapsiz? Bozaq berib kelishim. Jim o'tiringlar. Shu! Shu! Qana ahvollari? Yaxshi, ahvolda o'chataq yo'q. Yanili qarg'aydek qat ko'tarib turyapmiz. Mushkullarda bizdimi ahvol so'raydigan vaqtinglar chiqadi ekan, ha? Shuji, bu nima deganlari? Sizlardan ahvol so'ramay, kimdan so'raydik biz? Sizlarni to'da keldigan tursak shuji. Bu ishki tayg'anni keyninglarga selib olib, nega maqdinglar? Nega baratdik shuji? Ancha-muncha ish qarnimizni ishkilaylik deb mangandik. Sizlarni obdan bilib qo'ydim, Sadiqaxon. İşçinlar bek tarken cuma. Oyunni o'zinglar o'ynab, dardinglar bo'lsa menga to'kamsizlar. Shuji, sizlarni qachon o'ynatmay qolgan biz? Agar vaqtlar yetsa, bugunning o'zida, bugun kechning o'zida bir ziyofat o'rnashtiray. Sizlarmi hiliqlarni birga etkazsizlar. Bulamdi. Qanday deb Shuji? Adamning ko'nglini obdan tushunasiz cuma. Baya sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bizning ko'nglimizmi yemek ishmakda emas. Endi siz ziyofat qilib berman degandan bormasak bo'lmas. Bundaq o'ltirish, ko'ngil etish deganlarga ozdilik qizil-bizil aralashib kelmasa bo'lmaydi-ku deyman. Qandaq? Bo'ladi Shuji, bo'ladi. Uni xotirjam bo'lsizlar. Bugun kechning o'zini o'rinlashtirib o'tay. Xotirjam bo'lsizlar. Hammasini boshlab kelsizlar. Bo'ladi. Ma'qul. Shunday bo'lsa, ketib ketaylik. Qaysi turlar qatnashgan? Ijroq sekrash bilan elektr va tuzimga jurashga qatnashdim. Endi kunda mashq qilib bergan. Atdiganda men yordam qilay. Ma'qul aka. Mashqni to'xtatib qo'ymajmi? Ha, bu. Apa? 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 Keldinglar bolalar. Sizga nima bo'ldi? Menga hech nima bo'lmadi. Unda yig'labsiz-ku. Yaqay, sizlarga choy damlab beray, a? Apa, siz o'tiring, men qilay. Voy, bo'ldi, bolam, o'tir. Aytga, ish qilyapsiz. Mana bu 120 yandan taloni. Tez pulni olib chiqing. Nima pul u? Ne pul bo'ladi? Jarimani. Kim sizda biz buyurgan ishni yaxshi qilmasin? Ha? O'rinli qilsin debdi. Tez pulni olib chiqing. Bular. Voy chaqan pulini. Bu soniga yana ketdi-da.
Can dada. Çay için. Rahmet kızım. Elangla, ala balam. Boptu abba. Ko'nglingni yerim qilma. Bu ishlar o'ngishib ketdi. Ay canım balam. Bu ishlar o'ngishilib ko'nglimiz echilg'icha quyruqimizni qum bosadigan o'xshaydi. Heletin degidek majolimiz qolmayotsa, bu endi bizga nima tatbiq degini? To'liq emimgina abba. Men ba'zi ishlarni hal qilishning yo'lini qilib qo'ydim. Uyda bari mushkka. Az bo'lsa-mu, buni ep qo'ysa afkal. Ey! Bari aram mushulma. Ha? Bari mushinchilikka. Hozircha qaytib turay. Lekin 2-3 kundan keyin yana kelaman. Qog'ini tayyor qilib qo'yinglar, juma. Bu kentdagilar bag'ancha adidan osh qiltirdi. Bizlarga tuzi xotirjamlik yo'q. Agar salomatligim yor bergan bo'lsa, tijorat qilib pul tepib, xizmat ishingizni hal qilish uchun yuqoriga Beyjinggacha mush qerijanimda arz qilib borgan bo'lardim. Mendan ansiraman Can dada. Sizning salomatligingiz yaxshi emas. Meni desangiz o'zingizni ko'p asrang. Hay qizim, mening beshimdan qaytayotgani Odiljon ishkanlarning xizmat ishi. Meningmi yeshim bir yag berib qoldi. Qizim, bo'lsa vaqtida meninglarni butun qilib olgan bo'lsanglar, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Odiljon ikkimiz maslahatlashdik Can dada. U mush necha kun ichida arz qilmoqchi. Shundaqmi qizim? Bu bek obdan ish yo'qdi. Ishini oson qilsin qizim. Şimdi bir parça geçliyor mesela. Bak yerde. Şucu, başarımız. Alamet, alamet. Haydi, haydi. Alamet, alamet. Bu yerda bizga nima bor? Mana endi boshliq bo'lgan odammi bizni aldab kirsa, moshimi ish bo'ldimi? O'ylab baqa. Nima amal bizga? Qo'ygan xotinning o'zi bo'ldi-ku. Qilganni qilmasak tehi, xizmat tashlab beraylik tehi. Niyoz bilan 3 aktivning qilmagan askarga qamdi. Xalqmi bizga o'sh bo'lib ketdi. Yana tehi bizni yolg'on so'zlab ketdi. Menimcha bu kelganimizmi yaxshi oldi. Yuqoridan tekshirib kelib qolsa, o'chaqda bizga paket kerak bo'ladi. Sen moshini paketda o'tamsan. Men daftarimni ochirgan bo'lsam, bundoq paketlardan necha o'ni tepildi. Vaqt soatidan tortib xatlab qo'yganman. Yura. Ketaylik.
Qani. Kirmoqim bilan o'zi ko'rinmaydi-ku, ha? Nacharlar yana nacharligini qildi-da. Buni bilan o'zimizni faqtimiz deb o'zicha haraq-sharaqqa ishlaydi. Mana endi o'g'irdak qochqinni ko'rmandigan. Hey, qochqinlar qichiversin. Ishkanlar ichivermaymiz bu. Unda so'rimga yarashmaydigan talibni gazlar ishini qilaversin. Qanday dem sho'je, to'g'rimi? To'g'ri. Qarama, qo'yja. Alamet. Yaxshi. Şuji, ben bir ayarını şana oldu. Onun bilan xotirjam bo'l. Menli bo'ladigan men seni har qanday ish olib. Rahmat, Şuji, rahmat. Rahmat. Lamba banangla vay bala Lamba diye lamba Sıraylıqni söymenla Yarını kıyaman Oy, to'xtaxon. Nima ish qilyapsizlar bu yerda? Nima ish qilyaptim? Ketman jo'tman. Nima ishing bor-ti? Ma jarimani to'laversak bo'ladi, to'xtaxon. Jarimani to'laytaylamdi. Nima jarimani ekan u? Bu nima jarimani deysizlar-ku? Bu degan kentning o'rinlashtirishi. Niyaz. To'la tilingni chaynamay ko'zingni yo'qlama. Ma'qul. Men yo'qolsam-mu yo'qolay, lekin ma jarimani to'lavet deyman. Ha? Ey, o'tkazib qo'yganing bormi? Ko'zimni yo'qla. Elibika adovni bermay yana. Nima? Meni adovni bermoqchiman. Ey, meni oqtirgim bormi? Hey, oqtirgim. Bir chaplikmi? Ey, nima qilsan? Endi yaxshi bo'ldi. Oqtirgimni men bir ko'ray. Oy, so'kka. To'yga. Men qanda fırayman. Yani ko'ngli bek nozik. Hey! Hepsini! Vallahi turyaptimi? Ha. Ayşem halla yaxshi turyapamdi o'g'lim. Opamning ahvoli hozir xil yaxshi. Obdan turyapti. Kan kız. Neyim var? Beynini çaldım. Yukarı gözümden. Bu gitmez. Neyim yok öyle? Yukarı geleceğim. Adam çakırman. Yukarı gelme. Kız. Yukarı gelme. Kız. Adam bana. Beni koymat. Beni koymat. Vay can! Bu kan yok!
Adam var mı? Kızımlar! Ay kıyamam! Oycan! Kıyamam! Hey, münafık! Tota! Sana bak. Sizga bir iş bo'lmaganda, ha? Bu odam emas. Münafık! Jig'ilmoqsan. Bo'ladi, ukam, Ayshamxon bilan o'zim so'zi shay. Voy, u Seyit o. Haras. Sizlarning o ish qaroqchi bilan bo'lgan da'vo ishinglar qanday bo'ldi? Davoyimizni o hukumat bir taraf qo'ygan. Lekin bu bir nimalar orolli turdi. Bizni bo'zaq qilgili. Hech oromimizni qo'ymadi. Ha, mundaqdan ukam. Bo'pti ukam, sizlar bu askilar bilan tang bo'lmanglar. O'z ishinglarni qilaveringlar. Ularni bir kun jajisini yeydi. Bo'lamdi ukam. Bo'ladi. Bizning ular bilan ota-bobomizning dab o'sh adovatimiz bor. Mana bu sen. Rahmat. Rahmat. Ishni men deganda qilsam, seni texim obda rozi qilaman. Odilni bo'ysundirmoqqa o'tas emas. Lekin osh to'xtak sal qaram nima? Uning mijozini siz obdan bilasiz. Ha? Qaysi kuni meni chepivatgili tasli qoldi emasmi? Navoda bu qatim yana koni yangi jarimonini olaman deb oldiga borsam, futqunimdan ayilib qolamanmikin deyman. Hey! Sen mush atrofning boshlig'i Juma? Nima deb qo'rqsa? Vaqti kelsa, biz 3 yo'lbos qarab turmaymiz Juma. Aka, Sen nim bo'ldi? eshitdim bo'lmadi shu. Ey Nanqepe! Yuzingga nim bo'ldi deyapman. Yuzingni mushuk tatlib oldimi? To'g'ri, mushuk tatlib oldi. Sadiqqa, yo'lbosni mushuk tatlib olibdi-da, ha? Ey laqva, satishib turmay uyga kir, chaqa bo'la. Bo'ldi, achchiqlanma Sadiqqa. Yo'lbosning yuziga dori surtib qo'ysimiz, tez o'xshib ketadi-da. Ha, tularda namoz qilmay ishinglarni qilinglar. Ishlarni vaqo, men degandek qilinglar Juma. Ha, ma'qul. Bo'ladi, xotirjam bo'ling. Ma'qul emasa? Ma'qul. Bo'ladi desa, men chiqay. Xo'sh. Ha, keldingmi qizim? Bu qonxo'r munofiq. Men uni o'ldirmaydigan bo'lsam. Adash, bunda qilsang bo'lmaydi. Sen degan bir aql egisi. Yanalar ular bilan tang bo'lmagining tuzi. Tang bo'lsam nima ish bo'lmaydi ekan? Bizni bo'zaq qilgani oz deb, mana endi xon qizimiz jankash qilmoqchi bo'lsa. Zodim ush itbosaning dasidim yosh qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Aslida sana demisam bo'pti ekan. Yaqinchilik qilib deb soptiman. Undaq nimalarga bog'u qara, o'zingni ifratma. Ular uchun ma'lumot etayman. Ularni mana ma'lum qo'yib, ha? Xotirjam bo'l. Bu bir xalta ko'rishni aytmoqdan qaraganda, xon qiz chiqqanlarning polosini yeydiga o'xshamamdi. Ha? Voy taqchum. Bo'ldi, o'rkatma. Cho'p!
Rastda ise, aslida nazir bamsakim bo'ladi. Biroq opam buning zodli qo'shilmadi ekan. Onu desen o Mehmet adamın nezirsini veremedin. Zodili bilamadim. Biz qachongacha obro'y qo'g'lishib, to'g'ri xatosini ayirmay yuramizkin tam. Uyimizin boran uçup dursun mu? Halimizin traktör tatamaydı biz kakla. Bu gülen ötüp gider. Çok. Çok. Haras, işin qanday bo'lib ketdi? Shu peti turibdi. Ondaqda. Çöp. Çöp. Yolunu qıpaqmıdыңmı? Xon qiz ikkimizning materiallarini yig'ib ratlab qo'ygan. Ondaqda. Yaxshi bo'pti. Iloji bor, tezroq tutish qilinglar. Hozirgi xizmat topmoq pek tez bo'lib ketdi. Hech bo'lmaganda sening ishing bir hal bo'lgan bo'lsa. Shundoq, bir necha kungacha shaharga kirib chiqaymikin deyman. Hey, qara, maligimni kelib qopdi. Bo'ldi, Harun to'xta, men o'sha tushib qolay. Oo. Bu bir xalta guruchni uyga kirib olgin. Men xon qiz bilan ko'rishib kelay. Ma'qul, sen beraver. Nima? Pul yo'q? Pul yo'q. Pul bo'lmasa, nazarni ko'zdagi sug'ib beramsiz. Qarab turmay, ber pulni chiqingmen. Jinim ukam, uyning bir to'rigidan ayrilibmi? El jamoat ichida nazar chiroq vermsam qanday bo'ladi? Amalsizlikdan shu qo'ydim birini setib Shuningga bermoqchi. Qo'yni setib nazar bermoqchi eding. Unda bo'lsa, men av qo'yni qarzga hisoblab olib ketay, ha? Oy ukam. Oy bo'ldi. Unda qilmoq jinim ukam. Oy to'g'ri qilma. Ketsangiz qanday bo'ladi? Ay. Changi tushirdi. Ukam, sizdan o'tib. Oy bo'ldi. Unda qilmang. Qo'yni ep ketmang ukam. Unda qilmang jinim ukam, sizdan o'tinib qolay. Emsima qo'yimiz 200 ko'y hisobchimi? Ha? Bu qo'yni o'tgan bozor kuni 250 qo'yg'imiz sotmagan. Voy bo'ldi. Nimanda to'li gap bu? Hey! Şıklas! Qo'yni qotanga kirib. Çaşan bol! Sen mening ishimga aralashma. Men sana pul demagandigan juma. Hey, Niyaz! Men sana yaxshilik chigab qo'timan. Sen yaxshi qo'yni qotanga kirib. Sen ortiqcha aralashma deyman. Men sana gap qo'timan. Hey! Men kimga qo'ysan? Ha? Oldi! Turtmay qolsa, unda qilma. Unda qilma deyman. Mushta, qo'sa qilma. Ha? Ey, deyman. Unda qilma. Qo'ya, mana qilay. Unda qilma. Mana. Unda qilma. O'sha qolay. Unda qilma. Deganman, to'xta. Nemisga yavaşlar bo'lsa kelsin. Dumay. Bas. Ma'qul. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Munofiq. Ayşem Hoca, qo'rqmislar. Rahmat ukam. Xotirjam bo'lsizlar. Ha? Qo'rqmislar. Bu go'rishni qayaga kirib qo'yay? Oyga kiritaylik ukam. Ma'qul. Ha, che. Geldi. Ha. 5 Kimimse. Mana, ushlik. Ha. Za. Ben 5 sıra avlatıma. Bana 5 sıra. Aldım. Oldim. 6'lik za. Qaranglar, u kim o? Ha? Niyozmi nima? Hey, nima qarsitib olganda o? Qaysi bir kinoda artistning qalin do'rig'ini ko'rgan edim. Mana endi bu Niyoz maymunni do'rab yuramdi nima? O'zmi maymundagi bir nima? Ey Niyaz! Hey! Nimada hey? Ha, kimlar oynaydi? O'yinimiz o'ynaylik. Che. Bo'la, sen keldin. Che. Bo'stim. Na, tos. Oturtma, alma. Bundan keyin o dağılı yalnız çıkma xon qiz.
ifloslarning qo'lidan har balo keladi. Xizmat ishimiz hal bo'lib qolar, xon qiz. Ko'nglingizni yerim qilmang. O'qishimiz hargiz bekorga ketmaydi. Bizning rizqimizga o'ltirgan mushmonimiz cho'jining qizi bilan yez boshlig'ini adabsiz yo'qlamasmi? Bularni o'ylasam ko'nglim bakli yerim bo'ladi. Bizning ta'limimiz nimancha qildir adil. Yo'q. Biz asli talaylik odamlar, xon qiz. Meningcha, ba'zilarga o'xshash boshqalarning rizqiga changal soladigan iflos bo'lgandan ko'ra, vaqtliq ta'lik kaj bo'lgan yaxshi. Deganlaringiz to'g'ri. Biroq chondadan kechikimiz mening g'amimga birdan xotirjam bo'lamayotdi. Rostini aytsam, men gangraflik qoldim. Demisimi oldi keynimda bir inimga kisinglim yo'q. Dadam apamlarni ayrilib, menimi bechara chondadan baykan. Bums qanday qilar edi? Ko'nglingizni yerim qilmang, xon qiz. O'tib ketgan ishlarni qayta tilga elib, sunuq dilimizni beorom qilmaylik. Qandaqmi ko'nglim yerim bo'lmay tura olmayman. Adil qandaqmi ansirmay tura olmayman. Seyit o'xshash ifloslarning yamanlik qilmoqchi bo'lgani dalmilan yoki yegani yolg'iz qiz ekanligimdan emasmi? O'ylab baxmamsiz. Menga bu nima tatbiqotdi? Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Bundan keyin sizni hech kim bo'zaq qila olmaydi. Sizga hech kim yamanlik qilib chiqib ketolmaydi. Xon qiz, siz ham yolg'iz emas. Mana men bor. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Menga ishoning. Bu mening chin yurak so'zim. Menga ishoning. Men sizni qo'llayman. Baguyning ishti attiga qoqsada. Ajab qavovirda to'xtamay. Nima qilgani bu? Ay, Aka, kun tushib ketdimi nima? Ha? Qopa. Savor. Bular chaqqan bular. Kun tushib ketdi, tura. O'rnimdan tura. Shua. Tura. Tamoq yeyapsizlar, Ayshamxon. Sizlar to'lash tegishli bo'l. Qo'g'in urug'i 80 koy, xameva o'g'it 120 koy, kunjur 40 koy, asharat o'tirish to'g'risi 15 koy, yar haydash puli 15 koy.
Ha? Qo'g'inning cho'niki, ya'ni qo'g'in yaxshi unmagan yerga jarimani 30 qo'y. Yana qo'g'in unmagan yerga kavoter qo'yibsizlar. Buningga 35 qo'y jarimani keldi. Ha? Yana uningda boshqa qaysi kuni qattiq bo'ron chiqqanda bu oiladan biraysinglarmi qo'g'inlik yetmabsizlar. Buningga 30 qo'y jarimani. Ha? Yana jamoat fondi 20 qo'y. Bir moyaga 56 qo'y supul keldi. Shundaqda hammasi bo'lib, ya'ni 5 xil rasxodni qo'shganda umumiy chiqqan 431 qo'y bo'ladi ekan. Bu pulni bugundan kechiktirmay, kent moliya bo'limiga topshirib o'ting, ha? Men qaytdim. Ukam, bu Ha nima? Bugundan topshirib o'ting uni. Ishim aldirash mening. Ağaylar, su tutaldinglarmi? Yo'q, texi. Bu yil suv bak qis bo'lib ketdi. Hey, shuni deyman. Ikkinchi qadamda suvni o'qiy olmaydigan o'xshaymiz. Bizmi shu kentga berib aytib baqsaq bo'larmikan? Hey, qaranglar. Niyoz G'olcha Ahmad Xayritovning uyiga izzat atmay qarshi deb kirib ketyotdi. Hey, ağaylar, o Ahmad Xayritovning uyi ekan. Dadisi Mehmet To'xoning uyigimi nomus qilmay, u jarimani, bu jarimani deb kiraveradigan tursa u. Xayritovning uyiga kirmay qolamidi? Shuncha ag'illa, bunda G'olchidan mening g'angzam yaxshi. Ey qappa, sening mush qo'shaq deganlarga payzong bor juma. Hey, men G'olchi to'g'riliq 1-2 qo'shaq to'qimamsan, ha? Bu G'olcha bizni oz qaqshatmayotdi. Uning to'g'riliq 1-2 ko'plik qo'shaq to'qib qo'yaylik, qanday, ha? Ag'ina, bu to'qqiz to'qiyverdigan shangchining nokusi emas u. Ma keldi. Qo'shaq degan qo'saqdan qo'shilib chiqdi. Qo'shaq o'qish, cho'chak to'qish, katman so'qish degan teqirning koni adib tursa. G'opira qo'r, odamni betoqat qilmay, qani o'qimamsizlar, ha? Hey, qaranglar, G'olchi sirab keladi. G'olchi o'tdi. Keladi. Ey. Mana shuni kim bo'ldimi? Ha, to'xtaxon, hammasi bo'lib 436 qo'y bo'lganligini uqdinglar, shundaqmi? Uqdi. Amsa, men qaytdim. Pulni kentga o'zinglar olib berasizlar, ha? 436 endi. Ha, shundaq bo'ldi. Ey Niyaz, to'xta. Ha, nimga? Sana deydigan muhim bir gap. Qachaqa demamsizlar? Bu muhim gapni sizning ishim aldirash mening tez-tez danglar. İşim aldırashga. Bu gapni sening mush qo'lingga desam bo'lmaydi. Atigan yo'qki, men seni sapsaqlig'ingni angladim. Sen bu endi mening gapimni anglab qo'y, bildingmi? 436 yang qo'y. Buni to'layman. Tungma. Sen mening gapimni qo'lingni tutma. Ağratamda. To'xta o'tganlik qashab yuratdi. Mana endi Niyozning pul deb kirganini ko'rib, toza ochiq keldigan bo'ldi-da uniki. O bu yil qo'g'in terib, bahlin ziyon tortdi. Albatta ochiq keldi-da. Voy, biz ziyon tortmagandek gap qilsan qo'y. Hammamiz ziyon tortdik. Hammamiz ziyon tortdik. Olta yozning yoqi. Zayyarning poshsiga sopqinimizni sho'ritib. Kekirtakchi qarzga bo'g'ilib, qo'g'iliqda sayning tishidek yatdik. Birasimiz yatamay qalsaq, har qaysing jarimani ilishdi. Xayr, onunga bo'pti deyishdi. Ish qilib, tatqan jafoyimizga tushliq bir ish bo'lar desak, sen nima xuddi cho'ndadag'ning qo'g'inini sotgandek, shuncha ola o'xchigan qo'g'iningmi, onun ichidan birini tanlab o'zing bilgan tishib, qo'limizga bir moshami berishmidi? Ha? Oxirgi hisobda itizlab tergan qo'g'inlarimiz, bovoq bolni boqqandek tujib bilgan qo'g'inlarimiz, ko'z oldimizda sisig'ini sisib, uloq charunlarimiz yeb, biz dehqonlarga nurg'un ziyon bo'ldi. Her bir moyadan nurg'un ziyon topdi. Lekin sen haqchi, ha? Sen haqning oldigan foydasiga gap ketmaydi. Bizga uvol emasmi? Bugun sen G'olcha hammani aniq aytsan, yana ilgarilik qildigan bo'lsang, gashgandan tutib, xalq hukumatiga opirib, ko'gligingni ko'stiman, ha? Janob ukam, bu ishlar kent bilan munosabatsiz. Hamimizning qanash Mahmuddan hiliqa 3 akufga
Agar ularning ishlarini desam, Mahmud mening huquqimni elib o'tdi, ukam. Neti, yana huquqim deysan ku. Men sana aytib qo'yay. Qilgan akalaringni birma-bir aytmaydigan bo'lsang, qani hukumatiga opirmam. Jin ukam aytay. Hammani tesin. Bo'lmaydigan bo'lsa, ko'rgiligingni ko'rsataman. Qilgan atgan buzuqchiliklarning hammani ayt. Qo'yma. Aytsan ayt. Azizligim xalqimsa sunuqlar harlanmasın külüp baksın vermey gece gündüz çimenlerde yürüp baksın vermey gece gündüz seyle kılıp yürüp baksın seher kullar tegmesin şu dikkan hatılara onensiz o öter günümün bir çapalara İnsan bulsan yetkine dostum varlık kadriye armağanıma yetmeyenler yetip baksın İnsan bulsan yetkine dostum ularning kadriga armağanıma yetmeyenler yetip baksın Kalbi sevgi öz elimde yirak bulma Şayman var aman sana öz özümü aldıma Dihkanlarımın rahatlenip gidip baksın Seher kullar Tegmesin çün dikkan atılara Onensiz o öter günümün bir çapanada Seher kullar tegmesin çün dikkan atılara Onensiz o öter günümün bir çapanada İnsan bulsan yetkine dostum varlık kadriye armağanıma yetmeyenler yetip baksın İnsan bulsan yetkine dostum varlık kadriye armağanıma yetmeyenler yetip baksın Dihkan bilen bağlar güzel bağlar ne
qazan qilma shu bog'larni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma dehqon bilan bog'lar güzel bog'larni qazan qilma shu bog'larni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma shu bog'larni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma shu bog'larni parvish etgan aziz xalqimni xor qilma Mahmud Shuji ishxonasi bormi? Ha, ishxonada, kiring. Ona nima bo'lganda? Haqshon to'xtaqundan alviniydi bu kasata. To'xta sarangda qilgan bilan haq so'zlaydi u. Uni sarang deganlar o'zi sarang. Jon dada, men doktor chaqirib kelay, keslingizni ko'rib baqsin. Chaqirma qizim. Keslim o'zimga ayon. Siz berib kentimizning muavin shujisini chaqirib keling. U odam kelishga qo'shilarmi, jon dada? Kentli bo'lsa, cho'qim keladi. O yaxshi odam. Ma'qul, men hozirlab boray. Rahmat Shuji, rahmat. Bu yalan to'sha qachon bir ish bilan keldi. Uning ishini herkes hal qilib bermislar juma. Ha, xotirjam bo'l. Bir ish bormidi? Tunishtirish qilib beramikin deb kelgandim. Nega? Amonat qarz ko'pratiga. Bankaga? Ha, mening rastli ishim aldirash. Bugun cho'lim tegmaydi. Mahmud Shuji, xopolmay 2 minut vaqtingizni chiqarib, tunishtirish qilib bergan bo'lsangiz o'ptika. Mahmud Shuji, o'tinib qolay. Men arzon bahoda cho'ji bilan ta'minlaydigan o'rinni o'qishib qo'ygandim. Nima deding? To'g'ri, cho'ji boqaman deganmi? Gap bo'lamdi. Qo'ya, unda ahmaydigan gapni. Mahmud Shuji, men Adil, bugun men seni aram topdim. Mana qara, mening sana deydigan muhim gaplarim bor. Nima gapdi? Baya Niyoz degan g'olcha uyimizga pul shiqilib kiribdi ekan. Men uni tutib olib, nima bilan degizdim? Buni bilamsan? Nima degizdim? O g'olcha bog'i odash, kentdagi butun nafiyatlikning hammasini menga birma-bir deb berdi. Nima? Nimalarni dedi? Aslida bu Mahmud Shuji bilan 3 oq kunning o'yini ekan emas bu. Mahmud bilan sodiq birlashib. Sizni chaqirishimdagi sabab endi shu ukam sizga demasam bo'lmas. O'zingizga ayon. Mening bu dunyolikda yolg'iz bir nevram bor. Ulardan bak azrayman. Tenim kundan kuniga
bek acizlab ketyapti. Bova, qandoq talablari bo'lsa, men esla. Qo'limdan kelishcha yordam qilaman. O'zingizmi bilasiz, ukam. Mening bu dunyolikda yolg'izmush birli nevram bor. Rahmatlik otasi burunli o'lib ketgan. Bichora opisi bo'lsa, mushu nevramni yaxshi o'qitaman, bilimlik odam qilaman deb, erib charchig'iniga qaramay ishlab, kesili yaxshi olanmay. Mening qirjinim eshib qilib, hech qancha rohat ko'rmagan qizimdan, kuyovlimdan ayrilib qoldim. Menmi saqsiz o'p qoldim. Jon degan o'rgan ukam. Navoda bir kuni tuyuqsiz o'lib tatib qolsam, mushu bechora nevram kimning qo'li qola deb g'amim shuningda jinim ukam. Bo'lsa bir xizmatning peshin tutib, hukumatning qo'yniga o'tib olgan bo'lsa-ku, xeyli xotirjam bo'lib qolatdim. Şoğunisi undaq yaxshi fursat bizda kambag'allarga nisb bo'lmaydigan o'xshaydi. Obdan ukam, siz yaxshi rahbar. Mening o'tinadiganim navodi yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, Navram xon sizga topshirdim ukam. Xotirjam bo'lsizlar. Chongdada! Chongdada! Navram, obdan qizim. Chongdada! Qanday qilishim kerak? Dehqonlarning og'izlari chiqiga yetdi. Bu ishlarga mushnaq sukut qilish kerakmi? Yo'q. Men bir partiya a'zosi. Shuning uchun partiyaga yuz kelaydigan ishlarni qilishim kerak. Mahmud, Niyoz va Sodiqning haddidan ishiga yo'l qo'ymayman. Besh qiyib quruq yo'talgan bo'lsa, bu boshqa sababdan emas, ham qiz. Aytbo'm cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Ishchimning bir yerini xuddi pichoq tiqqandek og'rib ketyapti deydi. Men ansirab kelyapman. Jondadim saqib ketgan bo'lsa yaxshi bo'ladi, Adil. Bak ansirab ketmang. Aytbo'm cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Aras, buni oz bo'lsa-mu e'lon. Aytbo'mga 1-2 kilo go'sht berasiz. Men sizga qancha qatim deyman, ham qiz. Biz yot emas deb. Birimizning beshiga kun tushganda, yana birimiz qarab tursak, bizni qandaqmi yaxshi do'st digil bo'lsin, qandaqmi saboqdosh digil bo'lsin. Ha, ilma. Aytbo'mni yo'qligini bo'lib qolsin. Rahmat. Uqdinglarmi? Ha?
O'tgan yili har bir oilaga 40 dan to'q cho'jisi, 10 dan o'rdak cho'jisi, 10-20 dan kaptar boshqisi beqish vazifasi tushirilgan edi. Sizlar kontaktni yaxshi yasamay, yaxshi baxmadinglar uchun jarimani elinadi. Men yeni keliman. Pulni cho'qim tayyor qilinglar, juma. Men maqdam. Yeni keliman. Pulinglarni chiqib turinglar. Ma'qul. Hayvanlarga uy septadimidi o. Yana qanday qilib bersak bo'ldikin tang. Agar shunday qildingiz qilmaydimi chora? Puli ushaq gap qilmay, ishinglarni qilinglar xotin. Uy salimiz desakmi, uningga pul ketar. O'zimiz o'ltirdiganga tuzukroq uy yo'q. Ularga uy nerede turibdi? Uningga amal bo'lib qola. Qo'sharoq qayinglar xotin, Bo'ldi. Hayvala. Uzatmanglar apa. Men ishlarni hal qilib qaytib kelaman. Xotirjam bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Aka, tezroq qaytib kel. Xo'sh. Hakkız. Mana. Tayyorliklar bitgandi. Bitdi. Nima oldingiz? Azroq tatib turing. Tezroq qilaylik. Kechikib qolmaylik yana. Muş maşında mı gelsen? Muş maşında. Az basma. Toyuna yolda mı? Arvamsan bulat bir adaş. Düz kılma. Ben kegeç özünüzü asıran kan kız. O dağıl yalnız çıkmak olan mı? O tatlıklarımla yolda bağı çiyesiz. Rahmet. Rahmet. Hadi. Maşını çık. Makul. Makul әксе. Hoşçakalın. Koy. Afyon olsun. Болды, қайтыңlar. Yolda dikkatli. Koş. Dikkatli. Koş. Hoş. Savur. Sit görünmeydi o. Hey, Sit'i sorattı ben senden. Ben nedim biley? Ben mi köyüm diyorum onu? Ettigen kalksaydı ne ketkendi o sarağlık var. Nerede ettigen bunu da? Künç şulay digende. Sundak mı? Hadi, 10 kiloluk boptu da. Yine tekrar zakığının da hamam bir güne toyğusmayı olsa. Keçken şu əməlgə aşırı hap oldu. Əsli bir gün təlim varken əməz mi?
Hey! Haysem! Haysem! Vay 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 vay! Hocam! Para! Vay! Bana hocam! Hocam! Ha? Oldu, yığılma Salim, yığılma. Hiç yok. Yürü Salim, yürü. Yığılma. Hayvandan kılığı ne? Hey. O hayvan ahır bir gün cecisi yeydi. Yığılma Salim, ha? Ha, Mahmut Şülce. Hep digandil kep kapsız o. Ha, akan var mı? Ha, öyle bak. Ha. Avvalları. Yaxshi, yaxshi. Optan Teshtiryapmiz. O'zdirchi. Yaxshi, yaxshi. O'lmagandan optan turganimiz shu ekan Ayshamxon. Nima amal deyla? Yeshimizmi birga berib qoldi. Bu kunlarimiz shukri. Sizlarni gap tutib yo'llardan qo'ydimmi, nima? Gapmagandilar. Hep buvay o'rin tutib yetib qapti ekan. Dada bola ikkisini yo'qlab kelay deb mangan edi. Amsa, men bir yo'qlab kelay. Uydagi bichara jonivorlar marab ko'shigini turib tura. Sevatni misha qo'yib qo'ysam tura, Ay, turadi. Hep buvayning ag'rib qag'iniga uzun bo'ptimi? Ikki hafta o'pdi, shu bechora qizning baxtiga saqtirib bas o'latdi. O'yinni o'zi o'ynab, meni qil degan. Men xuddi o'gay bolsidek. Hapsitdiga harmi. İşbaligini bilib turib qechib ketgan ne buni? Bunu poqini men tozlamdim. Hey, hey, hey. Hey, acaba taqashlar va palta. Paltı ne? Ha? Abla, yeni paltını unutup kaptım ben komen. Ey! Oy, anca! Oy bilim. Oy bilim. Hapsit diyen harbi hapsiyet. Oy bilim. Yiliq ishni anladinglarmi? Xon qizning ishini-chu? Shunday la. Oy, anladim. Faqat anlamabdilar. Qaranglar, xon qiz bu yoqqa qarab kelyotdi. Bir chiroyli qiz edi, o'ruqlab satlashib ketibdi. Qo'shig'ida ba'du haqiqatan. Bo'lmasa, unda xunxilishib ketmaydi. Holining cho'ng'ig'i uning. Shunaqa qaraganda ayollar buzilsa, haqavlashib ketadigan o'xshaydi. Ras. G'amkin turg'iniga qaraganda-chi, qo'shig'ida bormi nima uning? Turqi qaranglar. Nimasichilik bor buni? O'zi qalin tapshaq. Shu. La'nat sizlarga. Ayol bo'g'ninglarga ming la'nat. Ayol kishi turib, bir yetim qizning dili azardagicha. Nomus qilsanglar bo'lmamdi. Oldila Ayshamxon, bularni tavog'icha yo'limizga mangayli. Mansur.
Ayşemiz. Kızım. Ayşemgan abla. Bichar kızım. Neymiş bu toprağını kessen? Bu diye kovdulduğun darak dursa. Nima dedim ha yetim oğlaq? Qaysi taraf qaysi opangni endi qo'dildi ekan? Ish egri kelayotgandi, ma shumtak nima tarbiya qilib ketganda? Yo'qla shumtak. Sen neymiş apamni tullaysan? Apam sen neymiş qilgan? Bu diye rastlı kovdulduğun darak dursa. Nükçek. Ma yetim oğlaqni davatqa gipini? Sen meni tillayotamsan tiqa, ha? Meni tillig'idek bo'ldingmi? Ha? Meni tillamsan ha? Ha? To'la ko'zimni sat ko'raman, yo'qla maga. Buningdan keyin mushlar tillaydigan bo'lsa, bo'yningni uzuytib. Biz faqat meni malimga demaydigan bo'lsam. Hay. Kichikkina balani mushuncha urgan bormi? Qandaq degan gap bu? Qaran emasniki. Mana qayerga Shunday qo'y. bo'lsa kichik emasmi bu? Emin, sağlayayım bo'ldi. Bu yakasam, mau kichikkina balani urg'ili turibdi. Qarab ukam. Ha, men urmadim, ha? Men urmadim. Hey, buni bırak! To'xta! 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 To'xta Daltman! Ben sen munofiqdin. Adını bilmaydigan bo'lsam. To'xta! To'xta! Oy canım, oy. To'xta Daltman! Oy. Haramdan bo'lgan. To'xta! Hey! Oy. To'xta! Oy. To'xta! Oy. Ne yaptın sen kim? Oy. Hay. To'xta ukam. Hay, o'zingizni besaylang. Zat neymiş oldu? Ha? Bundaq şeytanlarning keyni kirmang. Diğerleri o toğra özümüz kıldığı işini özümüz kılmasak. Bunun da kumsu münafıklarla kaçancı bozak bulunuz. He? Adilcan'ın enesi Emincan'ı bu münafık katık vurup da kaçancı bozak kıldı ola. He? Ben bu münafıkını vurup öldürtmeydiğim olsam. Vurup öldürtmeydim. Hay ukam, o'zingizga ayı bering. Undaq qilmang. Jahannam murodi uzun. Haddidan oshqanlar hamon halok bo'ladi. Yuring ukam, qaytayli. Yuring, ochig'ingizga ayı bering. Yuring. Yuring ukam. Xumsi. Yuring. Mangayli ukam. Hey. Ma yetim oğlanın qilgan ishini, ha? Haliga bakmay, shilting etibdi-da u. Xotirjam bo'lsizlar. O silni arz qilgan bilan silning bir tal mo'ylariga deganmaydi. Odilning kasofatidan tekshirgili odam kelishi mumkin. Hap to'xtab tur yetim oğlaq. Tekshiruvga kelganlarning kekirtigi bordi. Biz bo'lgandikin, yana nimda ansiraylar? O'g'o, shundoq. Tekshirgili kelganlarni abliyalisak qo'y yaxshi. Agar qamlashmay qolsa, yana ansiraydiganim Odil degan yetim oğlaqni bosh chaqlasak bo'lmaydi. Onun qo'sig'ida o'michi bor. O oliy maktabni bitirib keldi emasmi? Voy, nimadan ansiraylar? U oliy maktabda o'qib kelgan bo'lsa, nim bo'pti? Men u tuzkorlar bilan ko'ning hisobotni biroqlik qilib, tanavini bir tatib qo'ymsam bo'lmaydigan o'xshaydi. Akşam saqchilar kelibdi ekan. Sizlarning o'yininglarni bilib qolgan o'xshaydi. Men undaq ish yo'q deb yo'lga selavatdim. Ha, nayt yaxshi qipla. Sizning mushtaq yerlarimni bilsaksa. Sana yer nim bo'ldi? Bir sizlar to'qishdingmi? Yo'q. Bodiga ish qo'lab ketib shu tishlab oldi, tozliq qoldi. Ayg'in qani? Ayg'inni ish tishlab qochmagandi. Kira uyga, u yaramas. Nijislat qasqas. Bu yaramas. Nakas. Naqma. Bak
Asla. Kardeş kalk koya. Adem baba. Neresi var? Adem baba. Kukulum. Adem baba. Adem baba. Neresi var? Neresi var? Adem baba. Han kızaça. Undaq qılmang. Yürü, öyle gideylik. Dep babam ensirab qolmsin. Siz men emir. Men kendisi baray. Qalayınqan o'ynadi bo'lmang acha. Adlakam kelsa hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Yürü, öyle qaytaylik. Yo'q, ben bir ensirman. Harakat qilayim, ish qilmayman. Han kızaça. Fakat meni biroz yolg'iz qo'ysangiz bo'ldi. Han kızaça. Bu yarım aslata
Hey! Mujincho'la tayoq yeycha, nima ish qilding? Qo'l bog'lab turibdingmi? Aka, sen unda deganing bilan ikkisi bir bo'lib urgan tursa. Nima deydi bu sarang? Hey, qaysi kisi? Sen bayatda menga olim meni urdi degan emasmi? Endi qanday bo'lib? Dastlab olim urishni urgan shu. Keyin Xonek degan bir nima kaltak bilan cho'qqamga birini urib yeriyapti shu. Men qanday qilmayki? Eli bikallamni zalli guyni. Bo'ldi qila aka. Sen buni ursan qanday bo'ladi? Ishingni qilay menga. Hey! Her qaysing bir haqiqatim bo'lsa-mu, boshqalarni urib yotqizib qo'yib, aka, urib yotqizib qo'ydim deb tilishdingmi, ha? Bu yaramaslar. Hey, xap. Dadamdek odammi? Sendek bir nimalarni tashlab qo'yib o'lgicha, bir kallak oltin tashlab qo'yib o'lgan bo'lsa-chu. Hey! Sen cho'pchong artirib, osh to'xtak saraqni qo'qib qashqicha, toza urib, yaralandirib qo'ysam olmamda? Ha? Senlarning kazobitinglardan men mau yezda yashaymanmi yo'q, ha? Mushundaq to'g'ri yurak qilsanglar, boshqalar meni mahalda ko'zga ilon dilmamdi. Meni haq nima deydi? Xushdimi, ha? Boshqalar meni ursa, akam bu odam antimni apamakti yo'q. Yana texi meni tilovatsina. Zuvanini yig'a, bu harom tamoq. Biz berib ular o'zimizni ko'sib qo'ymadik aka. Bundaq turaversak bizni yuvosh ko'rib qopti ular. Endi sen yana nima qarab tursan? Qo'lingni kaltak tomoq ilishmamsan. Bu ne? Xo'p, akam. Ajab yaxshi bo'ldi. Bu ne? Menişe! O'tin terib kirdi. Yaraysan balam. O'choqning yeniga apirib qo'y, ya? Ha. O'tira balam. Voy. Aka. Nim bo'lganda bu bolaga? Opa, men savoqdishini chaqirib kelay. Ma'qul balam. Tez kelgin Jumo. Kim taqib et? Eminjon tez kel. Opa! Bir ish qamidi sadiqa qo. Ke! Janım doyğundan çıkıştı! Opa! Opa! Ure! Kida! Ure! Sağ salamet qaytib keldi. İşin oңushliq bo'lganda, ha? Oңushsiz bo'ldi. Nimali degan bilan yuqori o'rindagi rahbarlar boshqacha bo'ladi ekan. Ular arzimni ko'ngil qo'yib anglab, yaxshi pozitsiyada bo'ldi. Nima? Rost. Hey, ular sen bilan bizdeklarning arzini olamdi ekan. Men dexa ularni bizning bu yerdagi Niyoz, Mahmudlarga o'xshash hakavur pochimikin deb o'ylabdiman. Qiziq so'zlaydi ekansa. Ular shunday bo'lsa meni qizim kutib olamdi. Do'ppisni desa, beshini ep keladiganlarning hammasi mush to'van o'rin degan adash. Qo'lingni tut. Pek urib ketdi o. Darvası içiyorlar. Pek urib ketdi. Kipaylik, açaylik.
Çapsam bulaydı. Ulan doktor kapsaydı. Çapsam bulaydı. Çapsam bulaydı. Shundoq qilib ishni oxiri qolib qoldi degan aql. Shu emas. Ben bu tek ulanı. Nima qarashiq bu? Neymiş oldu? Ha? Neymiş oldu? Neymiş oldu? Abba! Neymiş oldu? Abba! Kim bu şuna kıldı? Ha? Abba! Kim bu şuna kıldı? Çapsam Allah! Gözümüzden çık abba! Çapsam Allah! Doktor hanım Abdullah! Tez bul Allah! Tez bul Allah! Tez! Çapsam Allah! Çapsan! Oh bundan kılanı! Götür etmeydiğim olsam! Siz doktor hanım apırıp durun. Ben doktor tutulay. Doktor! Doktor! Gel doktor dur. Gepimni anla. Gel adımını tosma. Bunda kısa olmaydı. Neymiş ki bunda kısam olmadı? Adımını tosma. Bu işlerini kanun bir taraf kılıdı Ufkan. Aka, en yaxşısı aldığımını tosma. Bildiniz mi? Ben ulanı bir taraf kıp olğandan keyin, andaki kanun ulanın bir taraf kılsın. Aldığımını tosma. Doktor Ufkan. Meni gepimni anlap qo'ying. Men bu ishkentning mudiri o. Mudir pudir deganni qo'yib, aldığımını tosma. Ben ulanı bir taraf kılman. Bombası özümle özüm. Unda qilma. Hay, unda qilma. Aldığımını tosma. Unda qilma. Yürü itom. Yürü itom. Gepimni anglang. Hey, Ufkan, to'xtang. Asta. Ben soqchiga boray. Aka, endi qanday qilamiz? Nimani qanday qilamiz? Men Adil degani o'lib qoldimikin deb ansirab qilyapman. Agar ular o'lib qolgan bo'lsa, saqchilar bizni tutib ketami? Og'zini to'la eshitma. Namdaq. Ey, men bir ishni taqiyda. Bular chaqqan. Bo'ldi qila, aka. Bular chaqqan, bular. Bular chaqqan. Hey, bir qaç su akile. Bular. Hemen iş kımını buyuruyorum sana. Bu adam emez buna. Topsaran kek yapsaydı. Çapsan bu yakışıklı. Bak. Sen kara bak. Çapsan bu yakışıklı. Aka, o to'qsaranda qiladi. Ha? Meselelerin çıkışta atımın. Çapsan çıkış. Oh münafıklar. Çıkış. Bu yakışıklı atımın. Çıkışmamsın. Ha? Çapsan bu yakı çıkış! Aka, adayı kırıp az kandak kılımız. Ya ben bu Sen aça bana. Aça. Ulan. Çıkışa! Sen aça. Ya kishi o'g'angiz hojam mana. Çıkışa! Bu mamsa. Küçük ballarını urgan dek. Vay vay menili bosak kılamsa. Özala verip içinler Nimani qo'rqatdi? Bas to'xtak sira qo'rqamsa. Acha. Bu yolg'iz tursa. Bu adam emas. Bu hayvanlar. Bu yak çıkış! Çapsan bu yak çıkışta oturmam! Sen buna kulağına... Neydi kamışım? Gördüңlarmi? Sizlarning yurgan ağa do'q talaba akan qarg'ayning ovozini olib qochib ketdi. Rost. Aka sen bak yomon. U bu sayda kirishga pedini olamdi. Rost deysan. Şu emas mi? To'xta talaba bu yerga kirib sog'ib cheklashga qandaqmi pitna olsin aka. Hey, haromda bo'lmasa!
Aka. Ben senden adını berişmeydiğin bulsam. Ha? Hani kilişe? Ha? Kilişmemsen? Ha? Aşka şeyler. Şuna. Hey! Ya kaçsın! Kilişe! Sen şuna. Yavaş. Başka maşine kal. Kimse bak. Kolum. Yaklaşma. Ulan. Hadi. Doktor, Ha. enelerimning ahvoli qandayroq? Çoğ mesele yok. İki inanız operatsiyadan çıktı. Bir mezgil davalansa yaxşı gidiyor. Ensirmem. Siz çıkıp resmiyetlerini ötüp etin. Ma'qul, rahmat doktor. Rahmat. diye halanı şürüp yap. Anam mı koymağa diye. Herkesle. Şundan mı? Bir şeyin oldu. Halı kılıplar. Endi çok tasın kalmadı. Yaxşı oldu. Toplam oldu. Endi bir şeyin yayını kalmadı. Hey, yaxshi o'qiysan. Men xatingizni unutib qolma, ha? Ma'qul. Xo'shamsa apa. Ma'qul bola o'qigunjimi? Xo'shamsa. Apa, men ukamni yo'lga solib kelay. Ha, bo'ladi bolam. Xo'sh aka. Xo'shamsa. Ha, ma'qul. Beribni qilmay yana. Xo'sh. Xo'sh. Maslahat Xo'sh bolam, o'zingni asra. Xo'shamsa ukam. Xo'sh. Xo'sh. Aşamxon, Eytaxunning navrisi xon qizi bilan Odiljonning beshini o'shab qo'ysa xo'p ekan. O'zlariga mo ish eg'ir kelib turganda aqchan. Agar shunday bo'lsa-ku, kimgindikidek ish bo'ladi. Qo'sham qo'cha. Ko'nglimizmi xotirjam bo'ldi. Ko'nglimiz kerak ishlarni boshida xo'shalchaqdi qilmay, qachon qilamiz? Hamda ularning to'yini darhol qilib o'taylik. Endi sizmi bunda tursangiz bo'lmaydi, Jumokam. To'y qilmasangiz bo'lmaydi. Qo'sham qo'cha. Men avval motosikletdan birini elib olay. Ondan xotin olay, ha? Sizmiz-da. Ne iş qilmandim Çandada. Emse keşke kerşeyli. Yaxshi ishlar. Ma'qul dada.
Ahir xizmatda mahal oldu apa. Rast bola. Men mandım apa amsa. Ma'qul. Kechda baldiroq keldimi? Ma'qul apa. Kechda xizmatdan qaytib kelsa, o'zim so'ramasam bo'lmaydi. Qachongacha qiz bolaga gap qilaman yurakim bola. Qaraganda Odil akam bilan Xonqizochamning to'yini qilmoqchi keldi. Voy, Emin, maktabga mangmay nima qarab tursan? Mangdim oppa. Xo'sh, Qamma yana. xo'sh. Tez mang. Qamqiz, biz qachongacha shunday ishga uydan chiqib yuramiz? Ishdan chiqmay nereden chiqib uyimiz ayrim bo'lgandan keyin. Undaq bo'lsa, bizning uydan chiqmaymizmi? Opamning sizni kelin qilgisi bor ekan. Undaqla o'ylashib ko'rsam bo'lg'day. Qachongacha o'ylashib ko'rsiz? Meni qo'llab ketishligidek bo'lgan vaqtda. Rasma? Hozir yetisholmasam hamsa qarab turing. Voy! Hey! Atcan! Adana bak! Teşkima! Haksız kırıya! O kaçıp gitti. Beni akırın yetkisi koysam o diken. Kızlık ne mi dersen? Hey! Roşan gör. Siz şutturun. Ben adını Hakkızga yetiştirip koy. Acayip yakşı. Belli. Hey! Adel! Ben seni yetiştirip koyman dep. Roşan gülümden ağırlıp kalma yine. Ha? Olmaydı. Şunu orta. Bağıntık kamsa. Azizligim kalbimde sen Sonuqdular harlanmasın Külüp külüp baksın Vermem gece gündüz Çimenlerde yürüp baksın vermem gece gündüz Seyle kılıp yürüp baksın Seher kullar değmesin şu İhkan hatılara O nensiz o öter günüm ömrüm çapalara Olsam yetkine dostum varlığın kadriye armağanıma yetmeyenler yetip baksın İnsan bulsam yetkine dostum varlığın kadriye Armağanıma yetmeyenler yetip baksın Elni sügin öz elimde yirak bulma Şayman bana hamman sana Öz özümü aldığına Dihkanlarımın rahatlenir gidip baksın Seher kullar heymesin çün İhkan atılara O nensiz o öter ki
Yetkine dostumlarning qadriga armoniga yetmiganlar yetib boqsin. İnsan bo'lsa yetkine dostumlarning qadriga armoniga yetmiganlar yetib boqsin. Dehqon bilan bog'lar go'zal, bog'larni qazon qilma. Shu bog'larni parvish etgan aziz xalqingni xor qilma. Dehqon bilan bog'lar go'zal, bog'larni qazon qilma. Shu bog'larni parvish etgan aziz xalqingni xor qilma. Shu bog'larni parvish etgan aziz xalqingni xor qilma.